O'sha order blok va FVG tushirib yuborgan nisbatiga M3dagi boyagi 7 marta ko'tarib bergan FVG'miz buzildi. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi rekap EURUSD da bo'ladi. Bizda take profit 1 ga 2 error va 5% plus. Hop, buni tahlil qilib chiqadigan bo'lsak, bizga birinchi kelib turadigan narsa double time frame. Double time frame da ko'rgan narsam buy side yechilishi. Bu joydagi buy side yechildi va bizda tabrdagi investment bor. Bu sell side. Meni maqsadim shu sell side'ga ishlab borish. Bir kun ichida ishlayman degan narsa yo'q. Prosta 2-3 kun ichida tushsa, 2-3 kun 2-3 marta ishlab kelish. Va 80 time frame ga o'tdim. 80 time frame ga o'tganimdan keyin общий buy side'lar yechilgan va sellga qarab kelyapmiz. Ertalab gap bilan ochilgan hisobiga 80 FVG BPR'imizga test berib qaytib ketdi. Biz baribir bu degani bayga o'tib qoldik degani emas, mayda sweep qilgan bo'lsa ham общий trend sell va dabrdagi buy side yechilgan va investmentgacha tushishiga ishlab borishimiz kerak. Hop, keyin ko'rib turganinglardek 84 time frame'dagi FVG'ni cho'tga hurmat qilib yopilgan, общий borib yopib full fill qilib pastga kelib yopilgan. Keyin xuddi shu narsani ko'rganinglardan keyin sirazi 81 time frame'ga o'tishimiz kerak. Uch katta time frame'da narsa qolmadi, kichik time frame'ga o'tishni boshlaymiz. 81 time frame'ga ko'radigan narsalarimiz Asia High sweep bo'lgan ili va mana bu yerda sell side'imiz bor. Multi time frame M15 ga olsak chiroyli sell side bo'ladi. Bu yoqda kichikroq ko'rinyapti sizlarga. Общий trend sell bo'lgandan keyin sell harakat qilayotganda chuqurdagi sell side roqqa olmadim. O'zimga yaqinroq oldim, chunki menga o'sha yetib ortadi. Hop, 81 time frame'da ham unchalik ko'p narsa bo'lmagani uchun M30 time frame o'tamiz. M30 time frame'da BPR sariq bilan belgilab qo'yganim. BPR ga kirdi va общий full fill qilib pastga yopildi. Xuddi 84 time frame'da bo'lgan ish bu yoqda ham yana bir bor takrorlanyapti. Hop, BPR dan DMRX oldik. Bizda o'sha sellga harakat bor degani bu. Keyin M15 time frame'ga olamiz. O'sha M15 dan boshlab shu entry qilish uchun harakatni boshlaymiz. Boyaga aytgan 81 time frame'dagi sell side ham ko'rib turganinglardek, mana bu yerda общий likvidatsiya yig'ilgan joy va M30 time frame'ga BPR RX olib kelyapmiz. Bu yerda FVG'miz bor. Bu FVG'ni kutdim yorib o'tishini va yorib o'tdi. Keyin M15 time frame'da ko'p narsa ko'rmaganim uchun M15 time frame'ga sirasi o'tdim-da va bu yoqdan 3 ta narsa. Birinchi bu GPPSD bilan SMT bo'ldi va undan keyin MSS berdi bizda. Xo'p, birinchi MSS bergandan keyin sirasi FVG ga qaytib kelish bilan entry qilmadim. Masalan, bu joydan entry qilmadim. Nega? Bizga bitta dona tasdiq kamlik qildi. O'shaning uchun yana bitta o'tishini, post bo'lib berishini kutdim. M5 FVG ko'p prinsip qo'yganim, cho'tga ishlab berdi bu ham. Pastga ancha yurg'izib bergandan keyin kichik time frame ga o'tdim. Kichik time frame da bizda nima bor edi? Ko'rib turganinglarda bu yerda FVG bor. 1 marta, 2 marta, 3, 4, 5, 6, 7. 7 marta ishlab bergan FVG'miz turibdi. Yashil bilan belgilab qo'yganim. 7 marta ishlab bergandan keyin bu demak normal kuchi bor FVG. Hop, boyagi M5 time frame'dagi FVG'ni test qilib keldi. Keyin o'zida M3 da yana bitta FVG qolib ketdi va order blok. O'sha yana qaytib kirib, buni ham hurmat qilib berdi va pastga tushib berdi. O'sha order blok va FVG tushirib yuborgan nisbatiga M3 dagi boyagi 7 marta ko'tarib bergan FVG'miz buzildi. Hop, bizda endi 3 ta tasdiq bor. Sanab chiqsak, o'zi katta time frame'dan sanab chiqsak, ancha ko'p tasdiq. Bizga kerakli entry qilishimiz uchun kerakli bo'lgan tasdiqlar kerakligicha bor. Order block bor, FVG bor, IFVG bor. Premium discount bu yerda ishlatmaganman, chunki ishlatishga ko'rinib turibdi o'zi premium discount borligi. Va bozor yorildi. To'g'rirog'i IFVG bo'lganidan keyin xuddi shu joyga limit qo'yildi. Sell limit qo'yildi. Keyin stop lossimiz qayerga bo'ldi? Stop lossimiz buni tanasiga bo'ldi. Nega soyasiga emas? Orasida jicha farq bo'lgani uchun spread bilan ham bo'lib ketadigan ish unchalik butgacha bordimi? Demak, bu soyani ham oladi обязательно. O'shaning uchun pastroqga qo'yib qo'yardim. Ayni uchigacha taqamadi, shunda riskim yanada kamroq bo'ldi. Hop, stop loss bu yoqqa take profit emas. Boyaga H1 sell side. M15 da ko'rsatgan likvidlarimni eng pasti. Eng pastdagi sell side gacha ishlasam bo'lardi. Bir kun ichida bu kecha borib beradi deb o'ylamaganim uchun shu o'zgacha ishlab qo'ya qoldim. 1 ga 227 error. Hop. Bizga hamma narsa kerakli narsalar ketma-ket taxlab chiqdik va 5% plusda chiqdik. Bugungi
qilgan profitimiz 500 va 5%. Euro USD sana 23.04.2025. Hammaga rahmat bo'ldi. Telegram kanaliga o'tib qo'yinglar, opsiyada bor. Like, подписка, komment o'zlari xohishida.